Bugun psoriaz haqida gaplashamiz. Ko'pchilikdan kelib tushgan savollar bo'yicha o'zi psoriaz qanday kasallik? Uni sabablari, davolash taktikasida nimalarga ahamiyat berishimiz kerak? Uni qo'zg'atuvchi faktorlar haqida gaplashamiz. Men Mullaxonim Jo'ran Baxtiyarovich, tibbiyot fanlari doktori, oliy toifali shifokor, 17 yil tajribaga ega bo'lgan shifokor. O'z tajribamda dermatologik kasalliklarning orasida eng ko'p uchraydigan psoriaz. Psoriaz o'zi surunkali qaytalanishi mumkin bo'lgan autoimmun kasallik hisoblanadi. Autoimmun degan so'z nima? Organizm o'ziga qarshi kurashish. Psoriaz bu ko'rinishi klinik jihatdan terimiz qalinlashishi bo'lgani uchun bu o'zi tegida terimiz almashinish xususiyati buziladi. Teri hosil bo'lish ketma-ketligi buziladi. Biz fiziologik jihatdan terimiz almashinish xususiyatiga ega 28 kun ichida eski teri tushib, ustiga yangi teri, shuni ketma-ketligi buziladi. Shuning uchun ham psoriazda teri qalinlashi, kepaklanish, shunga o'xshash klinik jihatlari ko'rishimiz mumkin. Psoriaz autoimmun kasallik bo'lganligi uchun buning organizmga shu autoimmun qarshi kurashchanligini qo'zg'atuvchi faktorlari. Bu birinchi navbatda nasliy omil. Agar uyda bu kunda psoriaz kuzatilgan bo'lsa, kelib chiqish ehtimoli ko'p bo'ladi. Bu psoriaz avlodda bo'ldi degan hamma farzandlarida bo'ldi degani emas, balki bu hayot davomi tarzida shu qo'zg'atuvchi faktorlar bu qo'zitsa, psoriazning kelib chiqishi yoki rivojlanishi mumkin. Asosiy omillardan bittasi psoriazni qo'zg'atuvchi bu asab nerv tizimi hisoblanadi. Undan keyin moddalar almashinuvining buzilishi, organizmda immun holati tushishi yoki ko'tarilishi, organizm ovqat hazm qilish sistemasida jigar faoliyatining buzilishi, ovqat hazm qilish sistemasida bo'ladigan ba'zi bir o'zgarishlar psoriazni qo'zg'atish faktorlaridan bittasi bo'lishi mumkin. Nimagaki organizm autoimmun degani organizmda o'zi biror bir yallig'lanish jarayoni bo'lganda shunga qarshi shu T limfositlar deyiladi, immun tizimining bir qismi shu organizm kurashish natijasida shu psoriazni qo'zg'atishi mumkin. Psoriazni klinik jihatdan turli-tuman turlari bor. Bu oddiy psoriaz, ko'pincha og'ir formalari bu eksudativ psoriaz va bo'g'imlanish shikastlanish bilan bo'ladigan atropatik psoriaz turlari bo'ladi. Hamda lokal joylashishi bo'yicha bosh psoriazi, shu tana psoriazi, uni bir necha xil klinik turlari bor. Va psoriazni shu klinik jihatdan faslga nisbatan ham turlari bor. Bu qishki tip yoki yozgi tip. Qishki tipda bu psoriazni issiqda kuchayishi yoki sovuqda kuchayishi bu qishki tip deb bo'ladi. Bu nimagaki davo taktikasida ham bu katta ahamiyatga ega bo'ladi. Psoriazni davolashimizda bu birinchidan kasallikning shu og'irlik darajasi, tarqalmaganligi yoki uni holati, analizlaridan kelib chiqqan holda davo choralarini o'tkazsak, bu to'g'ri hisoblanadi. Birinchi navbatda shu umumiy qon tahlilida shu leykositlar, limfositlar, soya bo'yicha yallig'lanishga qarshi yoki qondagi S-reaktiv belok yallig'lanish omillaridan bittasi, remofaktorlar hamda vitamin D, B organizm umumiy holatini ko'rsatadigan tekshirgan holda keyin uni davo choralarini o'tkazsak, bu maqsadga muvofiq hisoblanadi. Hamda maxsus klinikalarda hozirgi kunda davochilar katta ahamiyatga bo'lgan biologik dori vositalarini qo'llashda oldin bunda immunologiya, immun tizimini o'rganish hamda sitokin deyiladi. Bu interleykin 17 bu psoriazni qo'zg'atish faktorlaridan bittasi bo'lganligi uchun shu interleykin 17 ni bloklash xususiyatiga ega bo'lgan hozirgi kunda zamonaviy dori-darmonlar bor. Va davo choralarida birinchi navbatda hayotda umrida birinchi bor bo'layotganda men o'zim o'sha praktik jihatdan yoki naukaning ichida yurgan inson shifokor sifatida avvalambor eng oddiy lecheniya taktikasidan boshlash kerak. Shu umumiy qon tahlilida organizmda shu yallig'lanish o'choqlarini qo'zg'atuvchi
faktorlarni yo'qotgan holda, agar allergik holatlar bo'lsa, allergiya fonni, yallig'lanishga qarshi dori vositalarini qo'llagan holda asosiy urg'u bu tashqi terapiya, malham terapiya hisoblanadi. Bunda asosi o'zi как золотой standart bu gormonal mazlar hisoblanadi. Glykokortikosteroid deyiladi. Uni ham o'ziga yarasha bir necha etaplari bor. Bu mazlarimizni birinchidan o'sha psoriazi qattiq joylashganligi, yuz sohasi yoki bolalarda o'sha nozik terilarda bu yumshoq bo'lgan gormonal mazlar, bular Elacom, Mometazon tarkibidagi yoki Advantan yumshoq gormonal mazdan foydalangan maqsadga muvofiq hisoblanadi. Hamda hozirgi kunda kirillitsik bu salisil maz saqlagan yoki mochivina saqlagan bu o'sha yuqorida aytib o'tilgan teri hosil bo'lish jarayonini ko'chirish va oziqlantirish, immun tizimiga ta'sir qilish xususiyatiga ega bo'lgan shu mochivina yoki salisil kislotalar saqlagan malhamlardan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Agarda bu holatlarda ham shu psoriazni progressiv, o'zi psoriazi shu qo'zish davri progressiv, statsionar to'xtash davri va regress bu tuzalish davriga bo'lgandan bu aslida shu davo taktikasini belgilayotganda katta ahamiyatga ega. Kasallikni zo'rayish davrida shu yuqorida aytilgan shu gormonal mazlardan foydalansa, bu kasallikni qo'zitish ehtimoli bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda avvalambor shu terini tinchlantiruvchi borniy kislota, salitsiloviy yoki shu mochivina yoki emollentlardan foydalanib kasallikni sistem terapiyalaridan shu giposensibilizatsiya, tiasulfat, kalsiy glukonat, antigistamin dori vositalari yoki tinchlantiruvchi, baliq moyi, omega shunga o'xshash dori vositalaridan foydalangan holda kasallikni to'xtatib, yangi elementlar, shu yangi elementlar degani shu yangi toshmalarning kuzatilmasa, o'zi bu yerda shu davo taktikasiga gormonal mazlarni qo'shsak, bu yaxshi effektivga ega. Hozirgi kunda shu yuqorida sanab o'tilgan giposensibilizatsiya, antigistamin dori vositalari, vitamin terapiyasi yordam bermaganda bizga sistem dorilar, bular shu immun tizimiga ta'sir qiladigan metotrexat degan dori vosita yoki siklosporin A guruhiga mansub sanzimun, hozirgi kunda o'sha biologik o'sha yuqorida aytib o'tilgan sitokin shtormni, sitokin statusni bloklaydigan, to'g'rilaydigan skafo biologik dori vositalari bu albatta dermatovenerolog nazoratida buyurilsa bu maqsadga muvofiq hisoblanadi. Va hamda hozirgi kunda bu yerda fizioterapik muolajalar, yuqori eksimer svet hamda UVB o'sha kabinali o'sha ultrafiolet to'lqinga UVA ga yoki UVB ga tegishli bo'lgan maxsus fizioterapik muolajalarni hamda shu metotrexat, siklosporin yoki shunga o'xshash biologik dori vositalarini birgalikda olib borilsa, kasallikni ancha davomida shu remissiya davriga to'xtatib, shu to'g'ri ko'pchilikning savoli butkul yo'qoladimi? Yana bir bor qaytaradi, psoriaz bu surunkali qaytalanishi mumkin bo'lgan kasallik. Undan xalos bo'lib qutulishi mumkin. Agar shu dermatovenerolog patogenetik, bu patogenetik degan asosiy davo choralarini o'tkazganda kasallik ancha yillarda remissiya qo'zmaslik davriga o'tib, kasallanish качество жизни deyiladi, hayot sifati yaxshilanib yil davomida qo'zmasligi mumkin. Agar sizlarda ham ko'proq shu dermatologik muammolar qiziq bo'lsa, direktga yoki shu YouTube kanalida o'z so'rovlaringizni qoldirsangiz, bu mavzularni biz ko'taramiz.